Enel kompaniyasi tarixiga nazar soladigan bo'lsak, u 25 yil avval Rossiyaning Novosibirsk shahrida tashkil topgan. O'zbekistonda esa 8 yildan beri rasmiy ravishda faoliyat olib boradi. Kompaniya davlatga soliq to'laydi. Biz ham yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlatga soliq to'laymiz va pensionni yig'ilib boradi bizga. Ya'ni stajimizdek narsa ham bor. Bizda ichki tashqi narx yo'q. A'zo bo'lish bepul, pul tikilmaydi. Lekin ish boshlayotganingizda o'zingizga mos bo'ladigan, o'zingizni ehtiyojingizni qondira oladigan mahsulotni albatta o'zingizda testировать qilib ko'rishingiz kerak. Misol uchun, dunyo bo'yicha eng global muammolardan biri bu ortiqcha vazn, to'g'rimi? Ortiqcha vazn hammada bor. Kimdadir esa ozg'inlik. Hech ves qo'sha olmaydi, judayam ozg'in bo'lib yuradi. Ikkita muammoni ham yechish imkoni bor. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Mahsulotlarimizning O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan bezararligi haqida sertifikati bor. Ya'ni ko'p kishida savol tug'iladi, mahsulotlar bezararmi degan. Qolaversa, musulmonlar idorasidan halol biznes fatvosiga ega bo'lgan Enel kompaniyamiz. Bu ham hali hammasi emas. Mahsulotlarimiz ham halol sertifikatga ega. Ya'ni hech qanday qo'rquvsiz, shubhalarsiz mahsulotlarni iste'mol qilsangiz bo'ladi.